Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz bog'bon akalar, mana Gilozbog'ni zo'riga keldik. Eng doda xo'jasiga. Bu yerda mana O'rinboy tog'a degan odamni bog'lari. O'sha yerda mana novda oldik. Ishonarli bo'lsin deb mana o'zlari ham o'tiribdi. Assalomu alaykum O'rinboy tog'a. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Mana shu novdani berdingiz. Xudo xolasa inshaalloh novdani nima sort dedingiz? Buni ham Tureyskiy Napoleon deyiladi, ham Gentre deyiladi. Gentre. Ha, bu men 3 yil 4-yili sotyapman buni. 120 mingdan sotilyapti. Kilosi, mevasini. Kilo meva 120 ming sotilyapti. Valavoydan 1 oy oldin pishadi, 1 oy oldin pishadi. Mayda, birinchi maylarga. Birinchi mayda o'sha har yili birinchi maydan teramiz. Mana shu O'rinboy tog'amizni bog'idan mana kesib, o'z qo'llari bilan kesib berdi. Mana novdani Xudo xolasa inshaalloh aziz bilan YouTube kuzatuvchilar, Instagram, Telegram bog' qiladigan aka-ukalar hammalarga mana shu gilozdan tavsiya qilamiz. Kilosini 120 ming so'mdan sotibdi. Inshaalloh Xudo xolasa mashinani ham mana ko'chatlardan qilib beramiz. Deylanki Xudo xolasa kuziga tayyor bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat katta. Sog' bo'linglar, charchamanglar.